Assalomu alaykum. 5-sinf matematika darsligini yechishda davom etamiz. Darsligimiz va mashq daftarlaridan 13-bobga kelganmiz. Parallelogram va romb trapetsiya. Parallelogram, romb va trapetsiya. Muhokama qiling. Bolalar rasmlar ko'rgazmasida bu yerda asosan to'rtburchaklar ishlatilgan ekan. Har xil to'rtburchaklar turiga qarab shunaqa nomlanadi. Parallelogram, romb va trapetsiya turidagi to'rtburchaklar bor. Xo'p, mening soatcham ham to'rtburchaklardan yasalgan. Demak, bu yerda mana boshqacha to'rtburchak. Xo'p, Jasur men to'rtburchaklardan ba'zi hayvonlarning shaklini yasadim. Mushuk yasagan ekan mana. Mana bu yerda mana toshbaqa nimadir yasagan ekan. Xo'p, bu to'rtburchaklar qanday xossalarga ega? Bu katta yashilimiz trapetsiya deyiladi, romb bilan turlarini hozir ko'rib chiqamiz. Hop, kvadrat va to'g'ri to'rtburchakning xossalari. Eng sodda to'rtburchaklar, eng soddasi, eng ideali kvadrat hisoblanadi. Kvadratimizning hamma tomoni teng. Shuning uchun to'rtta tomoni teng va to'rtta burchagi ham 90 gradus bo'ladi. Demak, buni xossalari to'rtta to'g'ri burchagi bor, ya'ni to'rtta 90 gradusli burchagi bor. To'rtta teng tomoni bor va qarama-qarshi tomonlari teng, parallel. Parallel degani o'zaro kesishmaydi. Masalan, bitta chizuv bundoq, bitta chizuv mana bundoq qiyshiqroq bo'lsa, bu parallel chizuvlar bo'lmaydi, chunki agar bularni tepaga qarab davom ettirsak, bular kesishib qoladi. Ikkita parallel bir-biriga davom ettirgan taqdirda ham, ming cheksiz davom ettirsa ham kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar parallel to'g'ri chiziqlar deyiladi. Xo'p, bu kvadrat. Endi bitta tomoni uzunroq bo'lsa, demak, oddiy to'g'ri to'rtburchak deyiladi. Bunda ham hamma tomonlari 90 gradus, ya'ni to'g'ri burchakdan iborat bo'ladi. Qarama-qarshi tomonlari teng va qarama-qarshi tomonlari parallel. Demak, bu yerda tepadagi kvadratimizda hamma tomoni masalan 5 cm dan bo'lsa, hamma yog'i 5 dan bo'lsa, bu yoqda ikkita tomoni bir xil. Mana chap bilan o'ng tomoni 5 cm bo'lsa, masalan tepa bilan pasti 10 dan bo'ladi. Qarama-qarshisi teng 5 ga 5, tepadagi 10 ga 10 masalan. Shunaqa bo'ladi to'g'ri to'rtburchakda. Xo'p, demak, bu yerdan o'rganadigan asosiy narsamiz parallel chiziqlar nimaligini bilib oldik. O'zaro kesishmaydi. Ikkita chiziq mana berilgan, shu parallel. Ko'rib turibsiz, tekis chiziqlar bu yerda tepaga davom ettirsak ham kesishmaydi, pastga cheksiz davom ettirsa ham kesishmaydi. Borgan sari yaqinlashib ketmaydi-da. Tekis turibdi, uzoqlashmaydi ham, yaqinlashmaydi ham. Bu parallel to'g'ri chiziqlar deyiladi. Ya'ni kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar. Xo'p, endi mashq daftarimizga o'tsak. Kvadrat va to'g'ri to'rtburchaklar xossalari. Hop, kvadrat va to'g'ri to'rtburchakning noma'lum tomonlarini toping debdi birinchi misolda. A rasmimizni qarasak, bu kvadrat. Hamma yog'i teng, men belgi qo'yib chiqibdi. Demak, bitta tomoni bergan 12 cm, kvadrat bo'lgani uchun bunda hamma tomonlari 12 cm dan bo'ladi. Hamma tomoni 12 cm. Biz rasmimiz to'g'ri to'rtburchak ekan. Demak, 20 ni qarshisidagi tomon 20 bo'ladi. 11 ni qarshisidagi tomon 11 bo'ladi. Ya'ni GH tomon 20 santimetr, ya bu yerda metr beribdi. 20 metr. HY yoki EH tomoni 11 metr. Javobimiz shunaqa bo'ladi. Ikkinchi misol, ABCD kvadrat va EFGH to'g'ri to'rtburchaklarning qolgan tomonlarini chizing va ularni nomlang. Hop, mana bu ABCD domi ham AB chizilgan, CD kvadrat bo'lishi kerak ekan. Hop, bitta tomoni berilgan kvadrat, demak qolgan tomonlari ham uzunligi shunaqa bo'lishi kerak. Mana bu yerda 3 ta katakdan o'rtasidan o'tib ketyapti. Demak, qolgan tomonlari ham xuddi shunaqa 3 ta katakning o'rtasidan o'tishi kerak ekan. Bitta, ikkita, 3 ta katakdan o'tdi mana. Bitta, ikkita, 3 ta. Bitta, ikkita, 3 ta mana. AB, mana bu yog'ini C deylik, mana bu yog'ini D deylik mana. Mana kvadrat chizdik. Mana bu yoqlari hammasi burchaklari 90 gradusdan. Prosta kvadratda o'zi salda aylangan, lekin burchagi o'sha 90 gradusdan va hamma tomonlari mana bunaqa belgilab qo'yamiz. Teng degani. Hop, bu yoqda to'g'ri to'rtburchak ekan. Demak, bitta tomonni qarshisida xuddi shunaqa tomon bo'lishi kerak. Mana parallel bo'lgan, uzunligi xuddi shunaqa. Bu tomon bilan mana bu tomon bir-biriga teng bo'lishi kerak va
FG tomoniga teng, bu yerda ham xuddi shunaqa parallel uzunligi jihatdan teng bo'lgan tomon bo'lishi kerak mana. Bitta chizgan tomonlarimiz o'zaro teng. Bu yoqqa ikkita chizdim, bular o'zaro teng. Bu yoqqa ham bitta chizib qo'yganimda mana bu kichkina tomoni bilan teng degan ma'noni beradi. FG H edi mana. Demak, mana bu burchagimiz yozilmagan burchak H burchagi deb biz davom ettirib qo'ydik. Shu tarzda kvadrat va to'g'ri burchaklar chizildi. Keyingisi ikkinchi misol. Noma'lum burchakni toping. A rasmimizda W, X, Y, Z to'g'ri burchak berilgan ekan, noma'lum burchak mana bu A burchagini top deyapti. To'g'ri burchak bo'lgani uchun hamma yog'i, bu yog'i ham, bu yog'i ham, bu yog'i ham 90 gradus. Mana bu hammasi ham 90 gradus. Lekin 90 gradus ichida ikkita burchak bor ekan, 51 bilan A burchagi. Demak, 51 bilan A burchagini qo'shsam, 51 ga burchak A ni qo'shsam, 90 gradus bo'lishi kerak. Demak, burchak A ni topish uchun 90 gradusdan 51 gradusni ayiraman. Ayirsam, necha bo'ladi? 39 gradus. A burchak. Bu yerda ham xuddi shunaqa, bu kvadrat ekan. Kvadrat bo'lsa ham, to'g'ri burchak bo'lsa ham hamma yog'i 90 gradusdan bo'lishi kerak. Hop, общий 90 gradus bo'lsa, B bilan 45 ni qo'shganda 90 bo'lishi kerak. B ni topish uchun demak 90 gradusdan 45 ni ayirish kerak. Javob 45. PQRS to'g'ri burchak berilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu burchagini umumiy hammasi yig'indisi 90 bo'lishi kerak. Hop, bitta qismi 72 ekan. Demak, S burchagini topish uchun 90 dan 72 ni ayiramiz. 18 gradus bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. 90 dan ayirishimiz kerak 68 ni. Necha bo'ladi? 22 mi? D burchagi 22 gradus ekan. Hop, Y rasmimizda. Bu yerda endi 3 ta burchak. Mana shu 3 ta burchakni yig'sa 90 bo'lishi kerak. Demak, Y burchagini topish uchun 90 gradusdan ikkalovi ma'lum bo'lgan burchak 15 gradus bilan 44 gradusni ayirib tashlasak, Y noma'lum gradus burchagi kelib chiqadi. 90 dan 15 ayirsak 75, 75 dan 40 ayirsak 35, to'g'ri ayirsak 31 gradus ekan. Hop, bu yerdachi. Bu yerda ham xuddi shu. Mana bu yerda chizganlarga qaramaymiz, qo'rqinchli deb o'ylamaymiz. Mana shu burchagimizni 90. F ni topish uchun 90 dan 75 ni ayiramiz. 15 gradus. Hop, keyingi mavzuyimizni keyingi videolarda ko'ramiz. Xayr, salomat bo'ling.